Kelinglar, abuzer qaynanalar haqida gaplashamiz. Bu qaynanalar o'zini shunaqa tutadiki, siz o'zingizni unga noloyiq kelin deb his qilasiz. Ular ochiqchasiga zulm qilmaydi. Pismayib ichidagi butun negativniy nafratini pismayib sizga qusadi. Men sizga yomon bo'ling deb gapirmayman. Siz hali menga rahmat deysiz. Men sizni qizimdek ko'raman. Men sizni yaxshi bo'ling deb gapiryapman deb sizni shunaqa psixologik sindirib tashlaydi. Sizni ko'rinishingizdan, sizni ishlaringizdan hamma yoqdan ayb topib uni o'zi o'g'li sutdan chiqqan oq qoshiq. Eng to'g'risini ular bilishadi, eng yaxshisini ular bilishadi. Siz uni nazarida sizni fikrlaringiz hech namangiz unga qiziq emas. Faqat u aqlli. U hamma narsani to'g'risini biladi. Sizni inson sifatida shu darajada sindiradiki, uni ko'rsangiz yuragingiz titrab turadi. Eng strashnisi shular bo'ladi aslida. Sizni ko'rinishingizdan ham ayb topib, sizni ishlaringizdan ham ayb topib, uni xursand qilib bo'lmaydi. Sochingiz sipirga qo'lingiz ko'sov bo'lsa ham u hech qachon rahmat bolajonim deb yurakdan aytmaydi. U sizni hamma narsada poylab, eng mileyshi narsada aybingizni qidirib, mashundoq aybingizni mashundoq qilib o'g'liga atrofga yoyadi. Eng qo'rqinchlisi shular. Sizni psixologik sindirib o'ziga shaxsiy personalniy qul yasaydi bunaqalar. Eng qo'rqinchli qaynanalar mashala bo'ladi.